Hurmatli kitobxonlar, bugun sizlarning e'tiboringizga Obiddin Mahmudning Farzandnoma kitobidan parcha havola etaman. Axloq odob mustahkam zaminda vujudga keladi, yuksaladi. Mustahkam zamin bu donishmand bobo-momolarning ko'p ming yillik axloqiy ruhiy, hayotiy tajribalari, ma'rifatli ota-onalarning maqbul tarbiyasi, munavvar fikrli ustozlarning ilm-u hikmatga boy ta'lim o'gitlari, zakovat xazinasi bo'lmish azizu fozillarning ulkan ma'naviy ibrati, adolat va yurtparvar yo'lboshchi rahbarlarning samimiy yo'l-yo'riqlari hamda saxovatpesha zotlarning ko'rsatgan xolis yordamidir. Bunday sog'lom muhitda voyaga yetgan yosh avlodning turgan gapki, odobi go'zal, bilimi chuqur, tafakkuri yuksak, mushohadasi keng, mas'uliyatni teran his etadigan, muhimi jamiyat ravnaqiga xizmat qiladigan komil inson bo'lib shakllanadi. Hurmatli kitobxonlar, Obiddin Mahmudning Farzandnoma kitobi sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.